Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli podpischilar, akalar, ukalar, hurmatli musofirlar. Xullas, Amina приложениесі bo'yicha ma'lumot bor, aniq ma'lumot. Tak, Aminani kimlar skachat qiladi? Amina приложениесini faqatgina ish, rabota qilib kirgan fuqarolar, qaysi davlatda fuqarosi bo'lmasin, ish bilan keldimi, ular Amina bilan yuradi bundan keyin. 2029-yilgacha. Kim частный davolanishga kelgan bo'lsa, lechение, uchoba, ular Amina skachat qilmaydi. Ular как положено registratsiya бумажном виде bo'ladi. Demak, госпошлинani kimlar to'lash kerak? Davlat bojini. Davlat bojini Amina приложениесini skachat qilib ustanovka qilgan migrantlar to'lamaydi. Yana bir bor qaytaraman. Amina приложениесini skachat qilib, rabota qilib kirganlar госпошлина to'lamaydi. Faqatgina бумажный вид, ya'ni частный odamlar yoki lecheniyaga kirgan odamlar госпошлина to'laydi. Unda ham xazaykadan tribut qiladi. Xazaykaga sizlar berib qo'yasizlar tamom. Va Qirg'iziston fuqarolariga ish rabota qilib kelganlarga esa Qirg'iziston, Qozog'iston, Belorusiyaga ularga migratsion kartasiga orqasiga pechat qo'yib berishar ekan, shu продлен deb, 1 yilga продлен deb. Agar трудовой договорlarni taqdim etsa. Bo'lmasam ularga ham shu как обычно rabota qilib keladi. Sразу birinchi 3 oyga бумажный вид oladi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Belorusiya fuqarolari. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska va bittadan like.